Assalomu alaykum. Alp Motorsda YouTube kuzatuvchilari, obunachilari sizlar Alp Motorsdan yana bitta yangilik, mana skuterchilar ko'ryapsizlar, skuterni eng zo'ri. Короче, O'zbekistonda Liboy skuter olib kelganlar viziv. Agar shundan zo'rini bizlar bilan solishtirmoqchi bo'lganlar yoki nima qilmoqchi bo'lganlar viziv bemalol solishtiramiz. Chunki mana o'zini qutichasini o'zida qancha qo'shimcha narsalar bor. Mana bunga qaraydi. Mana bu telefon qo'yikoni. Mana bu oynachalari mana qo'yasizlar. Xo'sh, bu zaryadchiklari. Короче, Liboy sohada kuchli. Buni optim 12 ta viloyat ham tarqatib beramiz. Optima shunday o'zimiz dastavkalari bor, yetkazib beramiz. Agar donaga olmoqchi bo'lsangizlar, kreditga, nasiya savdoga bo'lib to'lasha, xohlaganini ham qilib beraveramiz, dona oladiganlar. Lekin optim olmoqchi bo'lganlarga narxlari ham kelishilgan narxda, chunki bizda o'zimizga zavodni birinchi bizlar qo'ldan chiqadi. Shuning uchun arzon qilib narxlari ham hamyonbop. Endi boshqa skuterlardan farqini bilmoqchi bo'lganlar bemalol olib kelib boshqa skuterlarni solishtirsangiz mumkin. Balonlari ham qimmat. Mana bunaqa narsalari yo'q, qo'shimcha jihozlari zo'r kerak. Shuning uchun bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib, biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lganlarga ham shu pastdagi nomerlarga telefon qilsin, donaga olmoqchi bo'lganlarga ham bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Manzilimiz o'sha Romiton svetofordan G'ijduvona ketaverishda, shuni o'ng qo'lda 200 metrdan keyin Alp Motors. Hammani kutamiz, kelinglar. Men nomdan kelganlar, sitkalari ham bor. YouTube'da kuzatishda obuna bo'lib qo'yinglar bizlar. Obuna bo'lib qo'yinglar bizlar demoqchi.